Do'stlar, Buyuk Farvon to'yxonasiga keldik. Ya'ni Tandirchida, xudo xolasa bir qavatli hovli joyini sizlarga obzor qilib ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Yurtdoshlar, yurtdoshimizda bir qavatli remontlari chiqqan. Xosatan remontlar ham uyini remontdan chiqarib, chiroyli qilib qo'ydilar. Yurtdoshimizda dalan qismimiz bo'ladi bu. Girgan omonliklarimiz bor. Hamma narsasi tayyor. Devorlarimiz bo'yib, patologlarimiz natijada berimizda xudo xolasa yana yurtdoshimizda mehmonxonamiz bo'ladi. Hamma narsasi tayyor. Alohida toplanamiz ham duh konturli kotol. Yanımıza kelaversak, xudo xolasa, aziz yurtdoshlar, yerimizda spalnimiz bo'ladi. Spalnimiz. Bu yanımız Sanvoziyel hojatxonamiz, areston, hamma narsamiz joy-joyiga qo'yilgan. Aziz yurtdoshlar, nima ko'rib deyin. Hamma narsasi joy-joyida. Berimiz ayollarimiz shu oshxonasi, berimiz to'pli pol, tualet, hojatxona, sanvuziyel bilan bellarimiz to'pli pol. Yurtdoshlar, duh konturli kotolimiz bor. Berimizga kelaversak, xudo xolasa, berimizda yana bir spalni bo'ladi. Hamma narsasi joyina qo'yilgan. Yurtdoshlar, berimizda otizimiz ham bor. Narx ekranda yozilib turadi. Bemalol telefoningizdan joyimiz srochniy sotuvda. Narx ham ajoyib narxda. Bir xonani pulini beradi. Bir xonani puli yurtdoshlar.